Mana bu realni bo'ladigan holat. Men qanaqadir video uchun, boshqasi uchun buni qilib chiqmayman. Mana suv olganman. Mana bu suv ich. Ustida plankasi bor, hech narsa qilmaydi. Hozir buni xudo xolasa yeb qorinni to'qlay olamiz. Mana bu kechasi soat 20:02 bo'lyapti. Mana 20:02 bo'lyapti. Nasib bo'lsa, men hozir buni mana bu ochib yeb olaman. Hozir videoda bo'lmayapti. Ochishga noqulaylik tug'iryapti. Borlicha ko'rsataman. Qanaqadir o'zimdan bechorani yoqib buni qilish niyatim yo'q. Prosta o'sha narsalar erta Xudo xohlab bizlar ham nimagadir erishib shunaqa bir inson bo'lib ketsak, nasib bo'lsa eslab o'sha narsalarni ko'rib o'tiramizda, nasib bo'lsa. Mana realni bo'ladigan holat non. Mana shu chalasi 21 ming so'm bo'ldi. O'shani oldim, hozir yeb olaman. Agar oramizda ko'rir akalar, o'zi oramizda emas. Meni ko'pchilik ko'rir akalar, ukalar, opalar, singillar va boshqa sohib akalar, qanaqa sohib akalar qo'shdan qattingizda kuzatishadi. To'yimli bo'lar. Agarda sizga maslahat bergan bo'lardim. Mana shu kalbasani ham mana bunaqasidan olish kerak. To'yimli bo'ladi. Maslahat bergan bo'lardim, o'shanaqasidan olib desangiz, qoringiz uncha-munchaga ochqamaydi. Rahmat, sog' bo'lingizlar, charchamangizlar. Kuningiz yaxshi o'tsin, biz davom etamiz.